Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar bugungi videomuz zo'r yerdan zo'r mesda olaman deylar uchun bo'ladi. Gloniy obunachilar gazni yonida bo'ladi. Eng zo'r yeri obunachilar hamma variant bor bunga. Mashinalarni xalagan turina bar teram ketadi ekan. Hozir video davomida to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib chiqamiz. Manzilga keladigan bo'lsak 50 km tumani birinchi sentrdamiz. Obunachilar ibadayna Kersot bor. Kersotning yonidamiz. Videonun oxiridan neden girkeş yollarını gösterip beraber. İnşaat natural zdaniyamiz satıladı ekan. Yer maydonida keladigan bo'lsak, umumiy yer maydoni 60 sotik ekan. Dokumentdan muammo yo'q deydi. İbadayna gaz turbalı o'tgan gaz grupam bor. Gazning yana to'qam yonida yana. Yer maydonimizga keladigan bo'lsak 60 sotik ekan. Dokumentdan muammo yo'q deydi. Qarzdorlik ham yo'q ekan. Kelishib oladigan bo'lsanglar, sirazi notarius oldi o'tib ketaveradi deydi. Ebedeyne dokumentleri bor ekan, dokumentdan muammo yo'q. Shu zdaniyamiz. Yana bu yoqda bu zdaniyamiz ham yana ustilar damirlar bilan bostirilgan ekan. Bu zdaniyamiz yana bu arg'izdan ham giradi. Mana mo'ri turbalar shular ham giradi bu yere. 60 sotik yer maydon, shu yerda 60 sotik yerimiz bor. Şu zanayla obunachilar. Ibadayna Kersot. Evet, Kersot. Kersot yoqdan yetib kelamiz. Katta yo'l ham yaqin bedayna. Katta yo'l ham shuda o'zi. Katta asfalt ham yaqin. Ishidani yer maydonimiz 60 sotik bo'ladi. Bu yoqdan aholi yashab o'tirgan yerlar. İnşallah obunachilarning yer maydoni ko'rib tursalar, kime ma'qul kelsa ko'raverasizlar. Buni bahosini kelsak, bahosi telefonda kelishiladi ekan. Variantlarni aytib o'tganimizdek, Liboy mashina toza bo'lsa bo'ldi dedi. Liboy mashina toza bo'lsa barter ketadi ekan. Bahosi ham kelishgan narxda srochnik sotiladi. Ekranni pastida telefonim bilan qoldiraman. Do'stlar bemalol qiziqqanlar kelib savdolashib olaverasizlar. Men endi neden kelgach yo'llarni ko'rsatib beradigan bo'lsam. Yo'lni keladigan bo'lsak, shu yo'limiz yana ko'pirdan giramiz. Kersotdan sal o'tsak, shu yerda bo'ladi. Mestimiz. Yo'llaring shu ko'pirni bu tarafdan kelsak, Gudursundan 4 yildan kelaverish yo'limiz bo'ladi bu. Kelaverishimizda shu ko'pirdan giramiz. Bu tarafdan keladigan bo'lsak, ikkinchi sentrdan o'tib kelaverishim, birinchi sentr ko'piri bo'ladi bu yerda. Shundan o'tib kelaverishimizda shu ko'pirdan giramiz. Sal kelsak, obunachilar mestimiz shu yerda bo'ladi. Buni tushunmaylarchi ekranni pastda telefonim bilan qoldirib qo'yaman. Bemalol o'zlaring obunachilar kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.